Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoqdagi barcha do'stlarimiz. Hamma sog'miz, salomatmi, charchamayapsizlarmi? Xo'sh, yashaversak nimalarni ko'rmaysan derdi dadam. Haqiqatan yashaversak ko'raverar ekanmiz. Odamlar asl nusxalari ochilar ekan. Kimlardir 200 lik ekanligini, kimlardir doim maska tutib yurganini, faqat sizdan foydalanib yurganini bilar ekansiz keyin borib. Xullas kalom, aytib qo'ymoqchiman-da bitta gapni. Mana masalan kimdir o'lsa, uni ustidan benzin quyib keyin yoqib yuborasizmi o'lgandan keyin, 500 marta pichoq tiqasizmi undan keyin, yoki yana qanaqadir bir xatti-harakatlar qilasizlarmi ustidan, undan keyin, o'lgandan keyin, o'lgan odam ustidan. Nima deb o'ylaysiz? Unga qanchalik ta'sir qilar ekan? Qanaqa sizni fikringiz? Ta'sir qiladimi? O'zi o'lib bo'ldi, unga farqi yo'q. Yo'q orasmi keyin, ko'm orasmi keyin, suvga oqiz orasmi, ustidan 500 marta pichoq tiqasizmi, yo boshqa ish qilasizmi? Uni umuman og'irligi ham, ta'siri ham bo'lmaydi o'lgan odamga. Tushuntira oldimmi qolganlarga ham? Men boshqalari ustidan qatqadir borib kompir yig'ib yurishimga hojat yo'q. Men bilganimni o'zi, agar gapirib beraman desam, 1 oy 24 soatdan gapirishim mumkin. Uzmasdan efir. 1 oy. Men gapirgan 9 minutlik gap u yerunda. Do'st haqida aql sinayotgan aqlchilarga aytib qo'ymoqchiman. Kechagimda borib ofisida o'tirib, bir piyola choyni ichib, endi siz aqlli bo'lib qoldingizmi? Bizdan so'rang, biz aytib beramiz sizga. Nimalar bo'lganini. Do'st haqida o'ylaydigan odam bor-ku, do'stini kulfatda qoldirmaydi. Uni uyida bir piyola choy yo'qligini, yarim kilo go'sht yo'qligini bilib turib, qasr qurmaydi. Mashina olib, mashina bosib, yo bo'lmasa pulni borib qaynasinikiga bosmaydi. Do'stiga yonda 24 soat ishlab yurgan 20 yillik og'aynilarini oyligini berib qo'yadi, pulni berib qo'yadi, ta'minlab qo'yadi. Xarob qilmaydi, sharmanda qilmaydi oilasini oldida, bolalarini oldida. Bolalari kasalligini bilib, pul yashirib, buni haqqini bermay o'tirmaydi. Men aytayapman-ku, gapiraman desa gap juda ko'p. O'zimni zo'rg'a tiyapman. Agar hammasini aytib bersam, aytayapman-ku, ko'nvorasizlar borib. Ishonaveringlar gapimga. Tinch bo'lasizlar. Qolganlar ham mana yondaganligi bir narsalar ham. O'zi sizni gapingizga gap qaytarish o'zimga yeb ko'rmayman. Yaqin kelajakdagi voqealar yodingizdan chiqdi shekilli-a? Eslatib qo'yaymi yo? Bildirib qo'yaymi? Hali meni o'tmishim, meni holatim borda siznikini xalq ko'rmadi-da, siznikini hech kim ko'rmadi-da. Xudo ko'rib turibdi. Xudo yaxshi menga ham ko'rsatib qo'ygan ekan-da. O'sha holatni, sizni ustingizdan bo'lgan holatni menga ham ko'rsatib qo'ygan ekan. Mana buni bilib tur, ertaga senga qarab sakraydi, o'sha paytda eslatib qo'yasan degan ekan. Alloh buyuk chevarda, hammasini to'g'rilab, plyus minusigacha qo'yib qo'yadi. Yig'ishtira olmay qolasiz, aka. Yig'ishtirib oling o'zingizni. Men gapirsam, siz yig'ishtira olmay qolasiz. Ustingizdan ashuncha ariza kelyapti o'sha bunga.